Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Va mana bunday noyob ona bola ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga mana shu bir dona ona bolani haqiqiy noyobidan kelib qoldi. Xudo xolasa, sizlarga shuni qo'ldan kelgancha obzorini chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta iltimos, videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshida tirs like-ni bosib, kanalda yangi ko'ryapti turganlar obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa chiroyli ma'lumotni sizlarga yetkazib beraveramiz. Bo'lmasa akalar, biz videoni boshladik. Videolarimizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olyapmiz. Bugungi sanarimiz 2025-26-yil haftaning yakshanba kuni 15-fevral. Ona bolani haqiqiy ideal bir dona go'zalidan kelib qoldi. Bolasi urg'ochi, onasi endi ekishga chiqaryapti. Onani qarang, jonivor. Ikki razrez. Bola ham, ona ham bir xil jonivordi. Quloqlari 18+, 20 ga olaverasizlar. 20 chiqib qolsa kerak. O'lchab ko'rmadik-ku, lekin 20 ga yaqin. Jonivor stoykalarni qarang, qo'ydi. Mana. Haqiqiy o'sha bo'laman degani, xudo xolasa qo'yimiz yana o'sib beradi. Chiroyli yem hashakni berib tursangiz, haqiqiy go'zalidan lekin. 80 atrofida bo'ylari. Bolasi ham bir haftalik bo'lib qolib shekilli endi. Bolani qarang, jonivordan hali kindigi ham tushmabdi. Bolani qarang. Quloq bilan dumba oq ekan. Qolgan yer jigarrang, jonivor. Ayda-bayda yo'g'idan, bola ham bola. Qarang, jonivor. Onasini qarang, turishini. Mashalloh. Onasini mana ustilari ko'k ekan. Buni to'sh tomonlari qip-qizil jonivorni qarang. Haqiqiy ayda-bayda yo'g'idan. Quloq qarang, quloqni. Jonivor. Qo'chqordi ham haqiqiy bir noyobidan qo'shilgan ekan qo'yga. Bolani ham dahshat qilib berib qo'yibdi-yu jonivor. Qo'yimiz ideal holatda. Xudo xolasa, yemog'i-chimog'iga bir hafta garantiyasi bor. Qo'yimiz kelganiga 1 kun bo'ldi. Yeb ichishi dahshat ekan. Sinovimizdan o'tdi, xudo xolasa yeb berdi. O'tal-kusali yo'q. Garantiyasi bor. 1 haftaga sinab olaverasizlar. Uylariga borganda yemog'i-chimog'iga, yetal-kusaliga 1 hafta sinov bor. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi uylariga borganda. Hay jonivorni qo'yib turishiga bir baho berib qo'yamiz. Jonivor, turishini qarang. Shaytiga bitta like tirs bosib qo'ying. Akalar, buni videoni qisqa qilib narxiga o'taman. Narxi 7.200.000 so'mga ketaveradi. Bunaqa 700 dollar, 7,5 million so'm yo'q. Yengil kelgan yengil ketaveradi. Ishqivozi aloqaga chiqarasizlar shoshilib. 7.200.000 so'mga iktish ona bola. Jonivor. Ayda-bayda yo'g'idan bormi ishqivoz ona bolani? Jonivordi. Ishqivoz aloqaga chiqarasizlar. Videoni shu yerga ko'rgan bo'lsangiz, hali ham obuna bo'lgan bo'lsangiz, obuna qo'ying. Bitta like ham tirs bosib, iliq fikrlaringni kommentariyada qoldirib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.